Qo'rquvni kelib chiqish sababi hammada har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir bolalikdagi xavotirli voqea hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam katta bo'lganda ham bo'lishi mumkin. Bu qo'rquvni kelib chiqish sababi qo'rquvni yengish uchun avvalo o'sha kelib chiqish sababini, ildizini topish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin uni ustida ishlash kerak bo'ladi. Agar qo'rquvni ustida ishlanmasa, qo'rquvga e'tibor berilmasa, bu his-tuyg'u yana takrorlanishi mumkin toki o'sha qo'rqayotgan inson bunga diqqatini qaratib ishlamagunicha. Sababi emotsiyalar bizni tanamizda saqlanib qoladi va ular bizni tark etmaydi toki biz ularni izlab topib, ularni tozalab tashlamagunimizcha. Shu sababli bu qo'rquv mavzusi o'zi aslida katta mavzu hisoblanadi. Buni alohida individual konsultatsiya yordamida ishlagan ma'qulroq.